eng yaxshisini man qilaman, labi eng zo'rini man qilaman, yuzni cho'tka qilib qo'yaman, u qilaman. 20 minutda rezultat. Mumkin emas, kosmetologlar hech qachon 20 minutda rezultat qilib bera olmaydi. Chunki har bitta protsedurani o'zini vaqti bor, 14 kun, 1 oygacha ishlash kerak u protsedura. Organizmga kirgizilgandan keyin u protsedurani ham ichidagi sostavdagi narsalarni bundoq organizm nima bu, nima qilish kerak, nimani qayerga olib borish kerak deb tahlil qiladi-da, o'zi bundoq qilib. Dehqonchasiga gapiradigan bo'lsak. Lekin hayron qolaman, sразу bitta tarafda ko'tarilgan rezultat, bitta tarafda tushib qolgan rezultat. Bundoq qarab olman, nima bu plastik operatsiyami? Yo'q, faqat kosmetologik muolajalar bilan qilarkan, lekin aslida unaqa bo'lmaydi. O'shaning uchun kosmetologlarda men ko'pchilikga aytaman, do'y post rasmlarga ishonmang. Reklama ketyapti u yoqda. Reklamada do'y post rasm faqat labda bo'lishi mumkin, filler qilganda bo'lishi mumkin. Lekin sразу yuz effektini zo'r qilib qo'yishda bo'lmaydi. Chiskada bo'lishi mumkin, qora tochkalarni tozalagan. Lekin sразу lifting muolajasi bittada effekt bermaydi. Ko'pi yolg'on internetda olingan. Yolg'on internetda juda ham ko'p yolg'on, fake narsalar. 20 minutda yuzni ko'tarib qo'yaman, 20 minutda zo'r podtяжка qilinadi, palonchi bo'ladi, pismatonchi bo'ladi. Yo'q, bu umuman xato narsa. Avvalo yuzni ishlash kerak bo'ladi. Kompleksni uxotlar qilish kerak bo'ladi. Birdaniga yuzni lifting qilib tortib qo'yib bo'lmaydi.